Hammaga assalomu alaykum. Bugungi zakazimiz YouTube'dan kelib tushdi. Gilam yuvadigan servis uchun veb-sayt qilib berish kerak ekan. Hozir hamma detallarni yubordi. Logotip, Google Map. Hozir bu veb-saytni qilishni boshlaymiz. Va bir kun ichida React yozishni boshladim va bir kundan keyin bu loyihani tugatdim, polni yozib. Hozir sizlarga rezultat ko'rsataman. Va mana shu mening rezultatim. Bu bir kunda tayyor bo'ldi. Polni React yozildi. Hamma animatsiyalarni qo'shdim. Do и после hamma rasmlarni qo'shdim. Bu yerda sharhlar, statistika aytilgan, mijoz aytilgan bo'yicha statistika, revyular hamma bitta odamdan. Hamma kontaktlar, joylashuv, Google karta qulay, adres, rejim работы, telefonga ham moslashtirib berdik. Va mana bitta skidkalarni ham joylashtirdik. Endi klientga tashlab qo'ydik. Vaqtinchada menda veb-saytni tashlab berdim va klientga yoqdi. Sirazi mana odzuvini ko'rishingiz mumkin. Keyin sirazi plastik ma'lumotlarni tashlagandan keyin chekdan o'tkazib berdilar. Keyin men source kodni yubordim. Bularga source kod qulay ekan, source kodni yuborib yubordim. Agar sizlarga ham kerak bo'lsa, menga aloqaga chiqinglar, mana Telegram bo'yicha. Va agar domenga joylash kerak bo'lsa, o'zim joylab ham beraman. Va hozir любой landing veb-saytda 300 ming so'mga qilib beraman. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Agar yoqsagina to'laysizlar.